Qari kelar oshga, yoshlar kelar ishga. Asosiy muxlislari sizlardan bizni kayga taklif etamiz. Men ko'rib turibsizlar, suvda ham suv kelgan, suv ham chiqarib oldik. Tender tomonidan suv berdi, xudo xolasa ko'chalarimiz juda ham obod. Mana bu yerda yangi do'koncha, magazincha, bilyard, hamma narsa qurilgan. Bu yerda yana bir ta magazin. Qishloqlar juda obod. Qishloqda sog'ingan do'stlarimiz uchun akalar like va podpiskani unutmaymiz. Videoni tarqatishdan yordam bersalaringiz, yanada ham biz auditoriya ko'tarilishga sizlar tomonidan yordam bo'ladi degan umidamiz. Keldi. Ichkarilarni ko'ramiz, ichkarilari nasibsa kam qoldi. Deraza darvozalari qo'ygan, stejga qilinib, shkaturka, patologlar unutib, bir yo'ta darvoza o'rnatadi. Shpaklyovkalarni qo'yadi, nasibsa ursa, bu ham tayyor. Ichlari kengish, birinchi chislagacha bu yerlari tayyorlaydi, xudo xolasa. Bir xona, ikki xona shpaklovka qilingan. Katta zal doktorxonasi shu yer menimcha adashmasam. Balizaxonaning ichki tomoni xullas 5,5 ga 5,5 ekan. Bunday ekansiga ham 5,5, bu tarafdan ham 5,5 ekan. Bir xil tashlanibdi, juda katta qilingan, qatorlar urilib. Bitta shpaklovkasi qolib, elektrik montaj ishlari qolgan. Nasib bo'lsa birinchi safaraga xudo xolasa polni ishga tushadi degan xabarlar bor. Shpaklovkasi mana tayyor ertandan menimcha shpaklovkani boshlaydi istashga tugagandan keyin qurisa qotsa shpaklovka ishlari ham boshlanadi. Tamam. Aldık onu. Boshini aka Munirdan haydasak. Chi arava kerak deb. Yo'q, ishni yengillashtirish uchun yanada bitta, ikkita, 3 ta arava kerak. Hozir asfalt tayyor bo'lishga kam qoldi, ozgina qoldi. Ishni boshlaymiz. Hamma kutib turibdi. Juda qulayki, asfalt tayyor bo'lguncha bolalar mana 3-4 partiya bilyard ham urib keldi. Rapeshti. Hamma bilyarddan qaytdi. Joy-joyiga tayyorlab. Nasıl xolasa mana ishimizni ham boshlab oldik. Raslarimiz deyarli tayyor qoldi. Başkan değil mi? Başlay. Bugün bana sağımızda yani benim senin aldığına ne yaptı yigitlerle Kur'an sana kuvvet versin. Dostluğumuz, ağayınçılığımız, bana şu birliğimiz hiç kaçan armasın, bundan hem ziyad bulsun, kışlağımız abad bulsun. Şu işletkenlerden hemmasının xonadonida o'yin kulgu bulsun, sağlık, salomatlik bulsun. Şu yigitler nimaki niyat qilgan bo'lsa, hammalar niyatlariga yetsin. Allohu akbar.
bo'ldi. Hadi mana qo'y. Quromaga? Bu kerak emas. Yavoyiga dedim kerak emas. Mana davlat. Ya, men Obodonlik uchun do'stlar like va podpiskani bosib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz, videolarni ko'rib boramiz. Asosda qishlog'imiz juda ham bahor fasllar o'zaro hasharam obodonchiligi ham zo'r bo'lyapti. Suvdesa bor, ko'ldesa bor, ko'chalar obod, hamma taraf obod. Qishloqning o'rtasidan qurilyapti. Yigitlar o'sha ittifoqchilik kerak. Shunaqa ishlarga, jamoat ishlariga, qishloqda obodonchiligiga rahmat hamma yigitlar. Hormasdan, qolmasdan ishlayapti. Ro'zani kunida Albatta mana vatanimizni 35 yilga qilamiz. suv qanday? Suv chiqyaptimi o'zi qishloqdan, ko'chalarda? Suvdan kam yo'q. Mana suv oldimizdan. Hozir tender tomonidan suv chiqarilgan. Katta boshqa qo'yilib. Mana bu qaysi davlatdan edi? Adashmasam Dubaydan edi, Dubay. Dubaydan shu qishloq nimasiga suv chiqarilgan. Mana shunday har bir 2 uy, 3 uy oralikka xullas mana shunday suvlar nimasini chiqarib qo'ydi. Kraniklar hozir mana shundan suv oldik. Chashma suvning o'zi toza. Xullas do'stlar, nima deb qolamiz? Videoni ko'rishga davom etaverasizlar. gapirishga haqqing yo'q. Yo'qmi? Gapirishga muvaffaq. Mehmonga dasturxonaga qo'yilgan ishlashganimiz ham nasibsa o'z nihoyasiga yetib qoldi. Albatta kuch birlikda dedi. Oxirgi joyi qoldi. Bo'lmasa shunday taxtasini qo'yapti. Endi yana bir arava qo'ysa shu bilan bizning ishimiz o'z yakuniga yetdi. Ko'pning oldida bu ishlar hech gap emas. 1,5-2 soat ichida mana shu tugalni oldiga ko'proq qo'yildi. 3 metr yanada uzunligi mana shu taxminan 16-17 metrlar bor va bu tomoniga 1 metr uzunligi orqasiga avval qo'yilgan ekan, yonboshi bilan qo'yib tugatdi. Inshaalloh Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Yangilar ko'payaversin. Ro'zada ham mana shuncha xalq yig'ildi.